Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Abduri Abduvali Ayub. Qamoqlar jahannam emas. Kitobimni mushu yerda tugitay. Ammo o'qurmanlarim, sizlarga deb bo'lolmagan nurg'un gaplarimning borligini bilib turyotiman. Bilaman. Hammanglar besiramjon. Hammamiz dardman. Aslida sizlarning bu dardlarimga dardlanmaslikinglarni shunchalik orzu qilaman. Shu arzuyum sabablik yozmaslikni xohlaydim. Sizlarni o'ylamaskan, menga kelgan kulfatni bilmay qolskan, tasavvurmu qilmaskan deydim. Ammo bilmagan narsaning qo'rqinchi bilgandan kuchlik bo'ladi va o'ylagancha kuchaydi. İnsan bilmagan narsani o'zi xohlagancha tasavvur qilib, texmi qo'rqinchli tusga kirgizib oladi. Shunga deb berishni, yezib chiqishni qaror qildim. O'qidinglar, bildinglar. Amdi oshirib mubolag'a qilishga, ko'p turib tasavvur qilishga hojat yo'q. Yuraklar yara, chunki uning bir partisi lagerlarda, turmalarda yoki zavod atalgan shakli o'zgargan qamoqlarda mahkum. Ammo menga ishoninglar, ular men ko'rgan kunga mahkum emas. Men aslidanla bir isyonchi. Kichikimda dadamga, maktabda muallimga, idorada boshliqqa isyon qilib chatoq topgan chog'larim nurg'un. Menda besiqmas qarshilik, jimiqmas qanoatsizlik, tugumas shikoyatchilik ruhi bor. Shunga shu kunlarni ko'rdim. Sizlarga shularni degim bor. Biz kamerlarda vaysaymiz. Ammo hammanglar o'xshash kunni ko'rayotganimiz uchun ziyoda azoblanib ketmaymiz. Shuncha ko'p kishining orasida bo'lganimizla bizga tasalli. Uyg'urda ko'pki kelgan o'lim bajoyiki to'y degan tamsil bor. Buningdagi hikmat bir millatga kelgan o'rtaq zulmning shaxslarni xarob qilolmaydiganligiga ishorat qilingan. Gündüzleri saatlab o'ltirishqimi ko'nib ketimiz. Hech kim qalbimizni bilib bo'lalmag'ach, o'qib baqmagan namozlar o'qilib, sirtda hech bir vaqt qilinmagan durtlar qilinib, bir umrimizga yetgudak zikrlar aytilib ketidi. Kamir namoz, duo va ibodatning konidir. Qaranglar, yog'liqsiz, budur chashlar bilan kirgan Qozog'istonlik Uyg'ur Gulbahor hadimizning qamoqdan chiqib butunlay namozxon bo'lib ketganimi, uning qamoqdagi ibodat kursini layoqatlik putkizganligidan bo'lgan. So'roqqa chiqib put-qo'llaringiz og'rib kirganda, uning davosini kamirdan topsiz. Chunki bir qarindishingiz allaqachon shu kechmishni boshdan kechirgan va chorasini qilib saqaygan bo'ladi. Putingizga kishan silinib, karvatga bog'lab qo'yilganingizda hojatga berishdan ansiramaysiz. Chunki bir kamirdosh sizga qocha tutib berishga tayyor bo'lib turadi. Qamoq degan bir maktab. Siz u yerda yaltiroq supurgining qilidan gul yasashni, ochquchqa asadigan yulduz yasashni o'rganasiz. Tish pastasi qutisidan istakonga bir chiroyli tuvoq yasaysiz. Agar mendek yezishni yaxshi ko'rsangiz, bir qancha parcha kitob, gap yo'q yezilib ketidi. Xiyol daftaringizga. Hatto qamoqxonalardagi uzun qishda siz doktor setib bergan shokoladga chaqmoq qandni ezib solsangiz va ozroq sut qo'shib havolanmaga bir kecha qo'ysangiz, ajoyib ta'mlik marojni yasag'ili bo'ladiganligini o'rganib olasiz. Qamoq ruhimizni chirkinliklardan tozalaydi, qasmoqlardan adolaydi, irodamizni yengilab, qasroq tashlatqizadi. İnsan o'zimning deb o'ylagan hamma narsadan bir navbat mahrum bo'lmay turib, o'zida barining hammani boshqalar bilan o'rtoqlasholmaydi. Qamoq odamni ashundoq hamma narsadan mahrum qo'ydigan yer. Shunga u yerga qamalgan kishilar issiq jondan boshqani kishidan aymaydi. Chunki ular shuningdan boshqa hech bir narsaning oqibatda o'zining emasligini biladi. Shunga ular barni teng ko'rishga, boshqa kelganni teng tortishga har zaman tayyor. Qamoq degan
Bədenni çiniqtirib, ruhni tavalaydigan g'oyiviy maydon. Bu maydonda siz chekidan ter chiqqudek ishlashni, chiniqishni, yerib charchashni shu qadar sig'inib ketsizki, hayotingizda qutulolmagan o'rinliqning davosi qamoqdan boshqa yerda yo'q. Kamirning ishiklari 24 soat taqoq. Ammo muhabbatlik qalblar bir-biriga har zamon ochiq. 2014-yili Ramazonda koridorda tamoq to'shiyotgan Uyg'urdan kirgan 5 tal xurmo 28 odamga baxudak yetgan yerning ismi Kamir edi. O'zi tonimaydigan bir Uyg'urga 1,5 million so'm pulni berib, uni o'limdan qutqizvolmoqchi bo'lgan odamning ismi Ko'rliliq Obliz edi. Tutilgan begunoh yigitlarni so'roq qilishdan bosh tortib, soqchi kiyimini cho'rib tashlavatgan, qamoqdagilarni Uyg'urcha kino ko'rib olsin deb telefonini kamerlarga ulangan, televizorga ulab qo'yganligi uchun xizmatdan qo'g'langan yigitlarning ismi Uyg'ur edi. Qamoqlarda ishlagan kadrlardan ko'rgan mehr muhabbatni yozmadim. To'liqi bilan yozolmadim. Agar yozsam, kam deganda 20 Uyg'ur xizmatdan qo'g'landi. Shuni demay turolmayman. Qamoqlar jahannam emas. Gundupaylar Rodupay yoki Chaharpay emas. Ularmo yig'lab tug'ilgan, kulib, küldürüp yashashga tashna muhabbatlik inson. İnsanlar bar yerda muhabbat bor, marhamat bor, shafqat bor. İnsan hayotla bo'lsa, muhabbat har yerda hayot. İnsan qamalgan shu yerlarga muhabbatmo tang qamalgan. Shundoq. Qamoqlar jahannam emas. U yer mehrning nemaligini unutgan kishilarni mehribon qiladi. U yerda sirtda tunishib qilishdanmo qechishib yurganlar qarindosh bo'ladi. Qamoq bir umr qo'rsoqning, nafsning, o'sishning va navbati kelsa bir-birini so'kib, qasdlashning g'imida yurganlarni bir-biriga g'amxon qiladi. To'g'ri. Hamma Uyg'urning bir yurak parisi qamoqda. Har musofirning ruhi ashu g'irib makonimizdagi qapazga band qilingan. Muhojiratdagi har jonning bo'yni taklimakonning bag'ridagi bir ojiz chiqqa bog'langan. Surgundagi har bir ho'rning ruhi tarimning bag'ridagi qapasga qamalgan bir qushqa band qilingan. U yerda bo'ron chiqsa, bu yerda jon titraydi. U yerda judun o'rlisa, bu yerda yurak muzlaydi. Men shu bo'ronda titirgan chig'dak, shivirg'anda shumshaygan qushdek, ovchi qopqonga tushirgan toshqandek o'tkazgan 428 kunlik hayotimni sizlarga sunib bo'lib, chala qolgan, deyolmay qolgan, bo'g'zimda turib qolgan barliq so'zlarimni shuningga yiqqum keldi. Qayg'urmanglar. Qamoqlar jahannam emas. Men shohid bo'lg'achqa da'vatiman. Qamoqlar jahannam emas. Qamoqdagilarni yashashga undaydig'ini bizning mehrimiz, mehnatimiz, g'ayratimiz va g'alaba mevalarimizdir. Ularning umidini yashnatadiğini bizga bog'langan ishonch, bizning qilayotgan xizmatlarimizning natijasi sifatida berayotgan muxbir, tekshirguchi va umaklarning qadamlaridir. Qamoqlar jahannam emas. U madanlarni metal qiladigan, rodalarni po'latga aylantiradigan tavlash bazasi. U yer oylar va yillardan buyon bir-biriga qo'shilmay, qo'lashmay yurtlar, gaplar va naflarning kaynidan tarilib ketgan, Uyg'urcha so'zlab, lag'man yeganga shukr qilib yashayotgan shaxslarni bir-biriga ega bo'ladigan tilning, madaniyatning va zimindorlikning qadriga zor bo'lgan millat qiladi. Ularni Uyg'ur otliq karvon qilib tuzib chiqadi. Bu karvon minglagan yillardan buyon yovuz dushman va qo'rqinchli qumliqni bo'ysundirgandek zulmni bo'ysundirdi. Ozodlikni oladi.